Men qanday insonlarga achinaman, bilasizmi? Ota-onasi hayot bo'lib turib, ular bilan aloqani uzib qo'yganlarga. Ota-onasidan xabar olmay qo'yganlarga, ota-onasiga hatto qo'ng'iroq qilishga vaqti yo'q insonlarga juda ham achinaman. O'z hayotiy tajribamdan kelib chiqib shuni aytamanki, ota-onasini qadriga yetmagan inson boshqa hech kim qadriga yetmaydi. Ota-onasidan vaqt, pul qizg'angan insondan Alloh vaqtni ham, pulni ham qizg'anadi. Hattoki o'g'illarning ichida eng barakalisi aynan ota-ona bilan yashaydigani. Shuni kuzatganmisiz? Qolganlari buni qanday to'g'rilashi mumkin?